razatimizni ko'rsatishdi. Mahallada yig'lab xotingiz hamma taniyapti hozir. Yig'layapman desam, ay tiplab lektorey. San'atkorlar shu konsert o'rtasida xona haqida qo'shmaydan o'tirganlar yig'laydi. Shu Ozodbek Nazarbek tog'alar ne rost hammasi. Mana Botir Qodirov bilan konsert qo'ydik, xalqaro do'stlik san'atkor oila. Bir hafta ona haqida shunday o'tirgan ayollar yig'lab, o'zi ham yig'lab aytyapti. Yuzlari yorug', boyligim, mening yo'qotgan boyligim, g'animatim, chiroyligim, bolam. O'tirganlar, bolam. Menga ketib bunga ham qiyin bo'ldi. Onasi o'tib ketdi, dadasini berishmayapti. 86 ga kirgan qamram yig'lab o'tiribdi. Ha, bu onam o'tib ketdi. Onam o'tib ketdi. Ha, o'zingiz o'tadigan bo'ldi. Afsuski otani ko'rib eslanyapti. Ota qarmadi. Mana Bahrom Nazarov o'zi o'rtog'im, yaqinda konsert qo'ydi. Ona haqida qo'shiq aytib Uçurar hayalimni, xotiralar shamolim, bezaydi ayolimni, onajonim ro'moli desa o'tirgan ayolda yig'lab o'tiribdi. Shu yerda dadasi ham o'tirdi bechora. Shu so'zini sal o'zgartirib dadaga bag'ishlab olsa bo'lardi-yu. To'g'rimi? Uçurar hayalimni, xotiralar shamolim, bezaydi oyog'imni, dadajonim paypog'i desa, erkak ham odam. Shu ham xursand bo'lib qolardi. Mana gender tenglik dedik, ayollar bilan erkaklar tenglasin, ayollar erkaklar tenglasin. Gender tenglik dedik, endi o'zimiz yetolmayapmizlar. O'zimiz uyda o'tirib qoldik. Hamma mana Malika Ravshanova ona haqida aytgan qo'shiq butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mudrab yonimda yotgan, ota o'sha paytda aptekaga chopgan. O'sha kerakli dorini ota topgan, ona yotgan mudrab. Ota yurgan aptekada, assalomu alaykum, bitta tirsat bo'ldi. Assalomu bitta tirsat bo'ldi. Sprashlardan berishmayapti. Yurgan, shu sal so'zini o'zgartirasiz, ota xursand bo'lardi-yu. Har bir istagimning chorasini topgan, o'qishga olib kirgan, molini sotgan. Bizga karomatlar berib pollarda yotgan, u mening otamdir, u mening otam. Otayam xursand bo'lardi. Sizlar nohaqlik. Bu nohaqlik mana to'yda ham kim eslanadi? Ona eslanadi. Ikkita onani olib chiqib san'atkorlar onani olib yuribsiz. Mana ikkita ona ham xuddi hamma ishni o'zi qilganday. Bolani laylak yashab ketganda, laylak to'g'ran tashvashda turibdi sovuqda. Mana ikkita onani o'tirgizib qo'yib san'atkorlar, monologlar o'qib qolishadi, musiqalar qo'yib qo'yish.